qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qigani haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdadan. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kalak ko'tarib bunday qaraydi. Nima gap keldi? Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minib oluvdi, to o'zi qonib tushmaguncha dedi, bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda? Qaysi ishda? Namoz o'qiyotganda qaranglar, birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib olsa cho'zib yuryaptiki, lekin nabirasini ko'nglini sindirmayapti. Ya'ni ham biz bolalarimiz yuribdi-da. Meni bir birodarim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Otasi sizlab gapirardi shu bola.